hozirgina bemorim bo'ldi tizimli qizil bo'richa bilan. Shu darajada aslo, xronический tanzilit, revmatizm temalarini gapirib charchadim. Bugun sistemniy krasnoy volchanka haqida gapirmoqchiman. Bexterevani ham gapirib to'g'risi charchadim. Уже patsientlar Bextereva kasalligida bo'yin, bel поражение bo'lganida sulfasalazin yordam bermasligini tushunib yetishdi va bundan xursandman. Keyingi adresimiz bu sistemniy krasnoy volchanka. Tizimli qizil bo'richa kasalligi aziz bemorlarimiz, oldin sizlarga video qilib o'tganman. Unga hozir silkani tashlab qo'yadi Madina va o'sha silkada qanaqa qilib kasallikni aktivligini aniqlashtirish uchun nima analizlar kerakligi va bu aprosnikni o'zi o'sha videoda bor. Shu aprosnikni va analizlarni 6 oyda bir marotaba topshirib turishligingizni iltimos qilgan bo'lardim. Chunki современный meditsinada tizimli qizil bo'richa kasalligi davnim-davno gormonal preparatlar bilan lecheniya bo'lmasligini tushunib yetganmiz. Va shu o'rinda более глубокий terapiya, ya'ni gen injenerniy biologik preparatlarni, ya'ni rituximab, belimumab, anifrolumab degan определенный preparatlarimiz bor. Sistemniy krasnoy volchankani 100% kontrol qilib olishligimizga bizga yordam beradi.